Siz burunqi ayollarning qissalarini anglab hayron qaldingiz. Ularning ichidagi mashhur ayollarning hayoti sizni o'ziga maftun qiladi. Siz ularning qissalarini anglashning aqlingizga foyda va huzur olib keladiganligiga ishonasiz. Chunki siz bu hayotning takrorlanib turadigan qissalardan iborat ekanligini yaxshi bilasiz. Hikoyalar o'xshash, faqat hikoyadagi kishilar o'zgaradi xolos. Tarixda o'qishi takrorlanmagan, biz yangi deb qaraydigan hech qanday masala yo'q. Burunqi qissalarni bilib mangdigan kishi o'xshash ishlar uning beshiga kelsa qanday qilishni yaxshi biladi. Mana siz hozir intayin go'zal qissani anglash oldida turibsiz. İmam Malikning Muvatta nomli kitobida Qosim ibn Muhammad mundoq deydi. Meni ayolim vafot bo'lganda Muhammad ibn Ka'b Qurazi menga ta'ziyaga kelib mundoq dedi. Bani Isroil qavmida bir olim, mujtahid va ibodatgo'y bir kishi bor edi. O kishi ayolini intayin yaxshi ko'rib qadrlaydi. Uning ayoli vafot bo'lib ketganda intayin qayg'urib, azob chekdi. U uyga kirib olib, hech kimni yeniga yo'latmadi. Bir ayol uning ahvolini anglab, uning yeniga kelib, uningga "Sizdan so'raydigan bir fatvo bor edi. Buni faqat ro'bro o'ltirib paranglashganda ondan so'ray olayman" dedi. Kishilar u kishining ishikining tuvidan ketishdi, ammo u ayol ketmadi. Shuning bilan biri u kishiga "Bu yerda sendan fatvo so'ramoqchi bo'lgan bir ayol bor edi" dedi. Oxiri ayolning kirishiga ruxsat qildi. Ayol "Men sizdan bir ish uchun fatvo so'rashga keldim" dedi. U kishi "Nima ish edi? Qani ayting." Ayol: "Men qo'shnimning zibuzinnatlarini oriyatga ilib taqaytdim. Hamda ular men qaytarib berishimni talab qildi. Uni qaytarib beraymi?" U kishi: "Albatta qaytarib berishingiz kerak-da." Ayol: "O zibuzinnatlar mening qishimda xeyli uzoq turdi. Hamda qaytarsam ko'nglim yerim bo'ldi" dedi. "Ko'nglingizni yerim qilish haqqingiz yo'q. Aksicha zibuzinnat egalariga rahmat aytib qaytarib berishingiz kerak. Chunki u degan omonat. Omonat cho'qim qaytidi. Buni bilishingiz kerak" dedi. Ayol: "Alloh sizga rahmat qilsin. Undaqda sizmi nimishqa Allohning sizga berib, ondan elib olgan omonat uchun qayg'ursiz" dedi. Ayolning bu so'zidan o'zining ahvolini tushunib yetdi. Alloh u kishini ayolning so'zi orqali qo'yg'atdi. "Ey hamshiram, chopqan ot putlashidi degan gap bor. Ya'ni bir ishga tutish qilgan har qanday odam xatolashidi. Ba'zi vaqtlarda kishilardan kutmagan ahvollar yuz beradi. Ba'zida siz intayin muloyim bir kishining ochiqdan avzaylab ketganligini, sexiy kishilarning bexillik qilishini, intayin jasur bir kishining ma'lum bir ishga qo'rqib ketganligini, barcha kishilarning masalalarga chora topadigan bir kishining o'zining ishiga kelganda amalsiz qolganligini, hammaylarga ishik uchiqtiradigan bir kishining bu qitim ishikining taqilib qolganligini ko'rsiz. Ba'zida egizda turgan bir kishining jilg'iga tushib ketganligini, har vaqt quyoshdek parlab xushchiroy turadigan bir kishining ba'zida qor bulutdek tutilib qolganligini ko'rsiz. Hayotning hammamiz uchun bir qiyinchiligi bor. Ammo biz bu qiyinchiliklarni yengish uchun tirishimiz. Odillik bizdan shuni kutadiki, bir kishining shuncha pok yashagan hayotini, uning bir qitimli xatoligi bilan u poklikni o'chirib yetalaymiz. Islom huquqidagi qoidalarga asoslanganda suv pok bo'lsa, nopoklik uningga singmaydi. Dengizga biror najosat tashlanib qolsa-mu, pok turadi. Yiqib turgan daryoga biror najosat tashlanib qolsa-mu, tahorat ilishga bo'ladigan darajadan pok hisoblandi. İnsanlarmı ana shuningga o'xshaydi. Kishilardan har vaqt farishtadek bo'lishni kutadigan kishi hech qachon insonning tabiatini tushunmagan odam. Isilzoda kishilar kechirishni biladi. Xatoliklarni keng qo'rsaqlik bilan qabul qilib, oddiy ishlarni ko'rmasga deb o'tkazib yetadi. Shuning uchun ey hamshiram, sizmi ana shu isilzodalardek bo'ling. Ey hamshiram, o'zingizni kamsitmang. Chunki siz aqli alohida o'tkir, to'g'ri qaror chiqara oladigan bir muslima. Kamsitilishingizga yo'l qo'ymang. Ayol muhim ishlarda va og'ir kunlarda to'liq tayyorlangan bir qo'shinga aylandi. Uning fikri o'tkirlashib, ishlarni yolg'iz hal qiladi. Uning yetakchiligi kutilgan g'albalarga boshlab boradi. Rasululloh tushida sahobalar bilan birga Makka ga kirib, Ka'bani tavob qilayotganligini ko'rdi. Atsi Rasululloh tushini sahobalarga aytib berganda, ular intayin xushal bo'ldi. Chunki payg'ambarlarning tushi haqiqat edi. Ularning Ka'baga bo'lgan seg'inish va qalbidagi vataniga bo'lgan hasrati cho'nqir edi. Rasululloh 4000 sahoba va ayoli Ummu Salimani ilib Makka qarab yo'l oldi.
Hudaybiyada Qurayshlar bilan mashhur suhbat bo'lib o'tdi. Oxirdan Suhayl ibn Amr kelib, Hudaybiya tinchlik kelishimnomasini tuzdi. Kelishimning shartlari mundaq edi. 1. İki tarafda 10 yillik tinchlik kelishim bo'ldi. 2. Musulmonlar bu yil qaytib ketib, Makkaga kelar yil kira oladi. 3. Musulmonlar Makkadagi musulmonlarning hech qaysini qaytirib olib ketmaydi. 4. Musulmonlardan birisi Quraysh tarafga kelsa, qaytirib berilmaydi. 5. Arab qabilalari xalqan taraf bilan ittifoqdosh bo'la oladi. Sahobalar bu kelishimda intayin cho'ng bir nohaqsizlikni ko'rdi. Ular Alloh va Rasul uchun haqiqiy mu'minga xos bir shaklda g'azablandi. Hatto Umar ibn Xattob Rasulullohdan: "Ey Rasululloh, biz to'g'ri yo'lda, ular xato yo'lda emasmi?" deb so'radi. Rasululloh: "Albatta shundoq", dedi. Hazrat Umar: "Undaqda biz nima qilib dinimiz bilan to'van ko'rnimiz?" dedi. Ammo vahiy bilan kuchlanib, Allohga shaksiz ishongan Rasululloh Hudaybiya kelishimining Makkani fath qilishning dastlabki qadamlari ekanligini yaxshi biladi. Rasululloh insonlarga nido qilib: "Ey xaloyiq, qurbonliqlarni qilib, chechanlarni tushiringlar. Alloh sizlarning umringlarni qabul qildi", dedi. Ammo sahobalar Makka kirib qolamizmi degan o'yda peshini tushirib, ihromdan chiqishga tamshalmadi. O'rinlaridan turmadi. Rasululloh so'zini qayta takrorladi, ammo hech kim o'rnidan turmadi. 3-chi qatim yana takrorladi. Yana hech kim o'rnidan turmadi. Rasululloh Ummu Salimaning qishig'i berib, "Bularga nima ish bo'ldi?" dedi. Ummu Salima: "Ey Rasululloh, ular sizga o'xshash tanqislikda qoldi. Siz avval hech kimga gap qilmay berib, qurbonligingizni qilib, chechingizni tushirib eting. Agar siz shunda qilsangiz, ularmi siz qilganini qiladi", dedi. Rasululloh hech kimga aytmay qurbonligini qilib, chechini tushirdi. Buni ko'rgan sahobalar darhol o'rinlaridan turishib, qurbonlikni qilib, chechini tushirdi. Bu vaqadagi eng muhim nuqta shuki, vahiy bilan mustahkam turadigan, qalbi bilan qo'rshalgan hurmatga sazovor zot butun bir ummatga vakillik qiladigan siyosiy va diniy murakkab bir masalada ayoli bilan maslahatlashib, uning nasihatiga quloq solib ijro qildi. Ayollarga maslahat solish erlarning ojizligi emas. Aksicha haqiqiy yigit erlardan hisoblanib, ayoli bilan maslahatlashib bir ish ko'rsa, u er payg'ambarning yo'lini tutgan bo'ladi. Ummu Salima qiyin bir masalani hal qildi. Uning aql parosati sahobalarning Rasulullohning buyrug'iga qarshi chiqmasligini qo'g'dab qoldi. Qissalarni anglatish orqali tarbiya qilish yaxshi tarbiya usuli. Qissaning insonning ma'naviyatiga ta'sir qiladigan bir roli bor bo'lib, u huzur bilan manfaatni bir yerga jamlaydi. Shuning uchun siz farzandlaringizga doim foydali qissalarni hikoya qilib bering. Qur'ondagi qissalar boshqa qissalarga muhtoj emas. Payg'ambarlarning hayotidagi qissalar ham yetarlik. Qadimiy klassik qissalarni anglatish xato emas. Chunki u qissalarda nurg'un hikmat bor. Mu'min hikmatni qayerda topsa, uningga eng loyiq. Bir qissa nurg'unlagan tushuntirishlarning o'rnini bosa oladi. Chunki u kishilar yaxshi ko'rmaydigan bevosita qilingan vaz nasihatlardan yaxshi. Agar Qur'oni Karimning 3dan 1 qismining qissalardan iborat ekanligini bilsangiz, mening nima demoqchi bo'lganligimni yaxshi tushunasiz. Allah subhanahu va taolo bizga iffat va hayoni o'rgatish uchun Yusuf Sulayxoning qissasini bayon qilib berdi. Bizga kamtarlikni o'rgatish uchun Yusuf alayhisalomning podshohlik taxtida o'tirgan holatini bayon qilib berdi. Kechirim qilish va afuchanlikni o'rgatish uchun Yusuf alayhisalomning bir tuqqanlarini qanday afu qilganligini so'zlab berdi. Yusufning qissasi biz uchun bir maktabga o'xshash. Muborak islom dinimiz bizga chidamchanlikni o'rgatish uchun sehrgarlarning Fir'avn bilan bo'lgan qissasini, Ashabul Uqdud qissasini, Fir'avnning qizi bilan Moshita, ya'ni chosh targ'uvchi ayolning qissasini so'zlab berdi. Ne'matga noshukirlik qiluvchilarga ibrat bo'lsin uchun Kahf surasidagi 2 bog' egasining qissasini bayon qildi. Alloh yozgan taqdirga rozi bo'lishimiz uchun Musa alayhisalom bilan Xizr alayhisalomning qissasini bayon qildi. Bu orqali kemining teshilib ketishidagi yaxshilikni, dinni qo'g'dab qilish uchun bolaning o'ldirilishining zaruriyatini bildik. Solih kishiga vafodor bo'lib, uning bolalariga tamni saqlab qilish muhim edi. Yahudilarning hilgarligidan bizni ogohlantirish uchun Kala qissasini so'zlab berdi. Tavhidning bizlarni nijotlikka erishtiradiganligini o'rgatish uchun Yunus alayhisalomning qissasini so'zlab berdi. Bexillikning oqibatini o'rgatish uchun at deganda bog'larni og'dirib yetishga qasam qilgan bog' egalarining qissasini so'zlab berdi. Mal dunyoga aldanishning oqibatini ko'rsatish uchun bo'lsa, Fir'avnning qissasini bayon qildi. Alloh taolo o'liklarni tirildiradigan qudratini ko'rsatish uchun Ibrohim alayhisalomning qushlar bilan bo'lgan qissasini
Uzayr alayhissalomning eshki bilan bo'lgan qissasini bayon qildi. Alloh taolo mu'min bandalarni eng qiyin kunlarda yolg'iz tashlab qo'ymaydiganligini bildirish uchun Ibrohim alayhissalomning o't ichidagi, Musa alayhissalomning dengizdagi va Nuh alayhissalomning kemidagi qissalarini so'zlab berdi. Hasad qilishning oqibatini tushuntirish uchun Hobil bilan Qobilning qissasini, zolim shohlarning oqibatini ko'rsatish uchun Fir'avn va Namrudning oqibatini, ota-onaga osiylik qilganlarning oqibatini ko'rsatish uchun Nuh alayhissalomning o'g'lining qissasini bayon qildi. Oiladagi talash-tortishlarga diqqat qilishimiz uchun Fir'avnning ayoli Osiyaning, Nuh va Lut alayhissalomlarning ayollarining qissasini bayon qildi. Haqiqatan bu ulug' Qur'oni Karim nijotlik yo'li. Shuning uchun bolalaringizga o qissalarni o'rgatishga tirishing.